Bu qo'shnining uyi. Qo'shnining uyi tomi ham oxirigacha yongan. Ushbu video sizning relizingizdan chiqdimi? Demak, bejizga emas. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda guvohi bo'lganingizdek, Toshkentning eski shahar qismida ikkita xonadon yonib ketgani haqidagi xabarlar keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Ayni vaqtda biz ushbu xonadondamiz. Ko'rib turganingizdek, yong'in natijasida uylarning 70-80% qismi zararlangan. Uyning zararlangan qismini qayta tiklash uchun uy egalariga amaliy ko'mak kerak. Quyidagi qoldirilgan raqamlar uy egalarining telefon raqamlari va plastik kartalari. Albatta siz bee'tibor bo'lmaysiz degan umiddamiz. Har bir qilingan yaxshilik sizning ertangiz uchun xizmat qiladi, unutmang. Okalar. Mana to'g'ri yongan ashyolar. Mana shu tomlar. Bu qo'shnining uyi. Qo'shnining uyi tomi ham oxirigacha yongan.